Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana Madina ziyoratimiz bugun ertaman sahar Qur'on bosmaxonasidan boshladik. O'tgan safar kelganimizda Qur'on bosmaxonasi asrdan keyin ishlovdi. Bu safar kelsak sahar ochib qo'yibdi, mana soat 8 dan. Xudoga shukr, mana hojilarimiz bilan navbat turib, ular bilan Qur'on bosmaxonasiga kirib ketyapmiz. Alloh xayrli qilsin. Bizni kuzatayotgan Al-Fatih Umra gruppasini kuzatuvchilari 8 oktyabr va 28 oktyabrga sizlarni chaqirib qolamiz. Joylarimiz chegaralangan. Biz bilan kelib birga ziyorat, sayohat, ibodat qilishlik hammanglarga nasib qilsin. Sizlarni kutib qolamiz. Manzillarimiz Alisher Navoiy 206-uy.